أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى قال ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا ayollarninki haj vojib bo'lishi uchun ayrim bir sharti. Yuqoridagi shartlar umum shartlardi. Baligh bo'lish, aql bo'lish, musulmon bo'lish, hur bo'lish degan shartlar. Mana shu amn tariqqa chetishlik, yo'l bexatar bo'lish kerak degan shartga chetishlik yana bir shart. Ayollar xos shart. Ayol kishi ya eri yoki mahrami bilan hajga safar qiladi. İza kana safara, safar qilib haj qiladigan o'rinda bo'lsa, shu ikki turli kishining birisi bo'lish kerak. Makkada yashaydigan bo'lib qolsa, safar qilish ketmay shunda chiqiblam kirisi bo'ldi. Men chiqib kirisim bo'ldi. Masalan, Makkaning ishida tuqqunni yo'qlagandeklam, u maldan bu malga berib kelgandek bir ahvol. Uni safar qilish ajiz. Lekin sirtdan bardiganlar Makkadan 85 kilometr jiroqlikdan bardiganlar bo'lib qolsa, ondan zavj yoki mahram shart qilindi. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها ومتفق عليه hadis. Allah ve ahiret günüge iman keltirgen bir ayolning 3 gün yoki uningdan ortiq safar qiladigan bir masofani ya eri ya mahrami bo'lmagan holatda besishi halol bo'lmaydi. Diqqat qilsangiz zawjuha aw du rahimin mahramin minha dedi. Zawj o'zi mahram emas. Zawj mahram emas. Zawj ayrim bir tur. Mahram degan bu ayrim bir tur. Degan ikkisining hukmi bu ayolga hamroh bo'la oladigan salohiyati bor. Har ikkisining salohiyati bor. Peki hemen pomlaplam diyorsak ya, mahram diyorsak ya, her kişinin şu mahram katağı tıkıtımız. Lekin zavj mahram olmaz. Bundaki iki türlükten birisi ulaşlar. Ya zavj ulaşlarsın, zavj olmasa mahram ulaşlarsın. Bu bak mühim mesele. Adır bir yerde hac kılış üçünlan degan gap yok. Bu mahram ya zavj hemra buluşu safar üçün. Yani bir mezhepte namaz kasri kılındıgan aralıkta safar kılıp kalsa, bu şu iki türünün birisi emrah buluş lazım. Ya iri ya ki mahremi. 3 gün bir aralık, 3 günlük mesafe, adette tüge ya piyade normal mansa 3 günde basıdığan aralıkını gösteriyor. Bu aşağı 85 kilometre diyen aralık. Namaz kasri kılındığı aralık. Yani her bir günde 28 kilometre, 30 kilometrede dönüşü mümkün. Ya etigen olsa atıştan Kaşgar'a girişi mümkün. Ya Karkaş'tan Hoten'e girdi. Aralıktan sonra tabak yap aramaldıgan, namaz okuyduğun, demeliş aralap vakit edilişi mümkün. Onun için ne yaptık? Yukarıda tüketkenlik çok bir yeri yaratıyor. Elbette. Bunun üstüge hecgi kazamaz, sefermez. Hadi hecgi şu sefer kılış lazım bulup kalsa, sefer boğaçka çıkın birisi buluş lazım. Vacip mı? Şart değil mi? La yahil diyenlikle bundan sefer kılsa günahkar buludu, halal bulmaydı, yani haram işmavu diyenge. Yani müşahidisinin lafızlımın ıgır, ibaresi kat ıgır. La yahillu düşün ama limra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiretke işindiğen ayal için dese xuddi eğer bunu bulmuşsanız xuddi kafirning ishini qilgandek bo'lib qolasiz degandek bu bir xil taglizm. Jo'nda badatda ikkisi ayolni chiqaradi. Kech kunduz. Bu aslida ixtilof bo'lgan masala. Lekin qarasanglar hadis nihoyatda aniq shunama muttafaqun alayh.
Hanifi mazhab aciz hadisni ko'tarib chiqdi deydigan nimalar qolib qoldi bijalda. Har sahih ashunda kuchli dalilni kelib navbatda Hanifi mazhab. Ulamalar ixtiloflashgan. Yani gerçi bunda sahih hadis bo'lsa-mu, ulamalar ixtiloflashgan. Çünkü bazı hadislar var yana. Hani bazılar maqasid qarishi mumkin. Ya bu ayollarning yolg'iz safar qilmasligini uchun yo'l xotirjam bu hozir xotirjam unda ish yo'q deyishi mumkin. Ixtilof bo'lgan masala. Ulamolarning qarashlarini, dalillarini bir bayon qilib qo'yaylik ana. Mushu mahramning yoki erninki billa bo'lishi, hamroh bo'lishi, yuqorqi amnut tariq degan shart chetish deb qarasak, bu shartul vujub. Yani aş ayolga hayzning vojib bo'lishi uchun mahrami ya yo'ldoshi bo'lsa, unda vojib bo'ladi. Agar unda hamri bo'lmasa, chigidan o ayolning gardiniga haj farz bo'lmaydi degan gap chiqadi. Buning asosan unda hajga mahramsiz berib qoldi birisi. Yoki men boraman deb badi. Qanday bo'ldi? Haj bo'ldi. Haj bo'ldi. Xuddi birisining qazab turib bag'andak yoki uning boshqa imkoniyati yo'q odam shunda boshqa adiyasini qulluq qilib bag'andak bo'ladi. Chunki bu shart sahha emas. Agar shart sahha bo'lib qolsa, mahramsiz bo'lsa, hech emas bu. Shu shart vujub, shart sahha, shart ado deb ayirishning farqi bunday chiqadi. Shart vujub deganda shart vujub degan ash mahram yoki eri billa bardigan holatda bo'lsa, bu ayolga ondan haj vojib bo'ldi. Agar unda holatda bo'lmasa, tikidan bu ayolga haj vojib bo'lmaydi. Agar shart ado deb qolsa-chi, bu ayolga vojib bo'lgan. Endi baray desa, "Men shartni hozirlayolmay qoldim" deb o çağda ödep ketgan bo'lib qolsa, bu ayol men gardimga vojib bo'lib qolgan, bolalarim mening o'rnimda haj qilganlarga vasiyat qilish lozim. Agar shart sahha deb qolsa, berib qolsa, masalan, mahramsiz berib qolsa, haj bo'lmaydi. Lekin shart vujub bo'lsa, mahramsiz berib qolsa, haj bo'ladi. Bir qatim haj qilgan bo'ldi. O çağda masalan nafl haj qilgandan haj hisoblaymiz. Hanifi mazhabning qarashida safar qilish uchun hajni shu safar qatorida ayol kishining hamrohligida ya eri ya mahrami bo'lishi shart. Shartul vujub. Hanifi mazhabning ba'zi ulamolar sharti ado deb qilib, lekin shu shartul vujub degan qarash kuchli. Yuqorqi hadisda 3 kunlik masofa dedi shunama. Yani ba'zi hadislarda masirat yawmin va layla, masirat yawmin, masirat yawm degandek muttafaqun alayhi hadislarda kelgan variantlar bor. Hanifi mazhab shu muttafaqun alayhi al-qadrul muttafaq sotkuloq mesela. 3 kunda besib o'tilgan masofa deganini oldi. Yuqorida Hanifi mazhabning bir dalilini bayon qildi. Ikkinchi dalilga va qala sallallohu alayhi vasallam la tahujjul mar'atu illa wa ma'aha zawjuha aw du rahimin mahramin minha. Ma ikkinchi hadisninki alayhidilki la tahujju degan hajga xos bir ibora. Hajkisi bo'lmaydi, yani mahramsiz ya eri billa bo'lmasa hajkisi bo'lmaydi degan. Amaliyotda bu ojizroq desin. Aslida bu ojiz variantni keltiribdi. Lekin muttafaqun alayhi hadisda كاجنة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك Ayolim hajga mandi. Men alan qo'shinlar jihad qilishga tizimlatdi. Hajdugantim ismini tizimlatib jihad qilmoqchidan esa, "Ya jihad qilmaysan, oilang bilan birlashdi" deb turoldi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bu muttafaqun alayhi hadis. Yani şunda mahram şart olmaydigan bo'lsa, Rasululloh jihad qilmagan mujohidni jihadni qaytirib turib, ayoli bilan haj qilishga buyurmagan bo'ladi. Albatta bu ayol bilan boshqa hajga boradigan tonish bilishlar, Müslümanlar jamoati bor. Bu Hanifi mazhabiningki sayyidisning dillari.
İkinci qarashda mahram ya eri bo'lishi shart emas. Ayol kishining safar qilib, haj qilish uchun mahram ya eri bo'lish kerak emas. İşenizlik ayollar cemaati bo'lib qolsa bo'lardi. Hatta bilmadan eri va mahram tuqqanlari bor turib, ular bilan birga bo'lmay, ayollar guruhi bilan birga bo'lsin bo'lardi. Mahram ya eri shart emas, xuddi masalan kofirlarning qo'ldan qish qutlaydigan ayol kishi mahramizda jumaydi shu qochqancha masalan bog'lab qo'ygan yerdan atdim bizman bilan qochdi o bir sahoba ayol shunday qochgan oyda qochilgo bumi bir xil jihad yoki hijratga o'xshaydigan farz ibodat uning uchun aslida yolg'iz chiqsin bo'lardi. Şart emas deganlar ba'zilar ayollar guruhi bo'lsa bo'ldi deydi. Ba'zilar yo'q bo'lmasin bo'lardi deydi. Ba'zilar yashilan qirini ayirdi. Yana bir qarashda eri yoki mahram bo'lish lozim. Agar bo'lmasa yoki bog'lanmasa boshqa bu yil aldirashimiz bilib berish bermayman. Yoki imkoniyatim yo'q. Ya vizalarni demasa. Bunda bo'lib qolsa, ashuna ishingizlik bir guruh bo'lib qolsa bo'ldi. Hatta bu guruh erlar guruhi olsun bo'lardi, yoki ayollar guruhi olsun bo'lardi, yoki aralash guruh olsunmi, oilalik guruh olsunmi bo'lardi deb qaraydi. İmam İbn Taymiya farzajda mahram bo'lmasin bo'ldi. Ma'alisin anladığınız zaman hadisden muttafaqun alayhi shunda dalilgadiz İmam İbn Taymiya mahram bo'lmasin bo'ldi. Lekin hajda har qanday safarda emas, farzajda. Bu anda nima qaydilar agar o'zimda xotirjam bo'la olsa beribdi. İmam Ahmed'den kelgan bir rivoyatda yashulan qirayalni yoki yashanganlarni ayirgan. Yashanganlarga ruxsat. Hozirimiz so'darmisam mushqalash bo'yicha 55dan oshqanlar, 60dan oshqanlarga viz berib maqamshar. Degan hadisda limra'atin mutlaq keldi ya shayxir degan. Biz muvatanın şeridimizde lekulli saqita laqita. Zaman biz Uygurluğundan ıstama vakalıklarda nur onun işini gördük. Her aş buvay, mumayla şey çıkıp ya bu bir adı mahremsizin kız bulmayken de bir şeyde nikah eder. Toylu bulak, nikahlı bulak yani. Ya karşında ayallığına ben nikahım kalmasam sizin eceniz dürüst olmayı da pozitif nikah ederler. Yaşamazsam mesela buvay mumayla şey. Şafii mezhebdeki bazı ulamalar yalnız kısım bulardı. İmam Şafii rifqa ma'munadır şuna degan. Şeylik bir xotirjam bo'lgan bir oila ya ayollar guruhi ya ayol guruhi o'zi bilmansa bo'ldi. Hozir ham shirkatlar operdi o'shni guruh qilib. Hem Şafii mezhebining bunga ba'zi dalillar bor. Mesela an Adi ibn Hatim radıyallahu anhu قال بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة sen Hir'ini görüp baktın mı? Hir şehrini görüp baktın mı? Hir'e diye Kufe'ye yakın bir şehir. Hadi Irak ya Kuveyt'e yakın. قلت لم أرها وقد أنبئت عنها ما كرب قندم لكن أنغنتين قال فإن طالت بك حياة لا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. Bunca mesela bayan kılıp ahırda Hazreti Adi ravi dedi قال Adi فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. Resulullah şuna degende men kim Resulullah'ın zamanıyken belki Hazreti Ömer'in zamanlarında halifenin zamanında aş ahvalını gördüm. Aş Hira şehirlerden ayollar yalnız mener Kabe kilib tavaf qilib qaytalaydigan bunda xotirjamlik bo'lib ketdi. Shu kelajakda bo'lgan xotirjamlikni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xabar bergan. Va shunda ahvol bo'lgan. Balki bu yolg'iz safar qilgan cho'qim deganni bildirmasi mumkin. Yani safar qilaysiz qila oladigan, endi xotirjamlik bo'lganda, shu anaqada la taxafu illalloh degan faqat Allohdan qo'rqib, unda bo'lmaydi. Yani mahram bo'lmag'achqa agar Allohdan qo'rqmagan bo'lsa mahramsiz endi ketaverdi. Başına aslında ısırmaydı degan ma'noda. Lekin Şafii mazhablar shuni dalil qilgan.
Yana İmam Buxoriy rivoyat qilishicha, Hazrat Umar xalifa vaqtida eng oxir qatim haj qilgan chaqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning azvaj mutahharalari Hazrat Aisha va boshqa mu'minlarning onlaridan tarkib topgan bir guruh ayollar guruhiga ruxsat qilgan. Bular Osman ibn Affan va Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning hamrohligida hajga borgan. Yani bu da qarasa ash ummatul mu'minindan va Hazrat Osman, Ömer, Avf qatorliq sahobalardan bir xil ijmo. Bular bunda qildi, boshqalar e'tirozdan bir xil ijmo bor. Yani xotirjamlik bo'lsa, unda bas bo'lganligining nisi. Yani ash ummatul mu'minin mahramsiz bo'lgan Hazrat Ömerning va Osmanning ma'qulliqlarida endi tilkirdi. Ya, unda bo'lmaydi. Bu ummatul mu'minin aslında hakkı hürmetinden katılık dışında, lekin başka ahkamlarda lekin şu başka ahkamlarda o'xshash, bu bunda bir ramziy bir ish. Ummatul mu'minin teşrifen yoki shunda to'y qilinmaslikka xos. Lekin boshqa ahkamlarda o mahram emas va kaza ishlarda hammada shu yat ayollardik. Lekin qanday bo'lmasa qarasak, hadisdan aniq va fi g'oyat sihha. Ama shunda to'g'riliq boshqa mazhabchilar har qilganini deb topiladi. Endi hozir bunda qarasak, bir tarafdan aeroplan sab qo'ysa, o tarafdan kutolgan bo'lsa bo'ladi. Yani bunu bir xil xotirjamlik ham hozir sharoit shuni zurul ahvolda ruxsat bo'lsinda qiladi. Ammo masalan biri bu yerda necha kun aşını turib ham Madinadan necha safar qilish, qanday ish bo'lib qolsa joiz emas deysiz. Bular bu haj masalasida ruxsat qilmaslik lozim. Çünkü bu Allah Teala'nın ibadetini kılıman deb turib, Allah Teala şart qilganiga rioya qilmay asilik qilishdan iborat. Yani ibadetning unisini kelgan bir asilikdan iborat. Bunun ustiga amaliy ahvolchi, hozir xotirjamlik bu deymiz. Balki boshqa millatlar, shunda isil yashab odatlangan millatlar hokiz nima qilishi mumkin. Lekin biz Uyg'urdandamiz. Uyg'urdagi o qissa voqealikni olsanlar, hayron qoladigan. Hayron bo'ladi. Şunu bunu qat'iy ruxsat qilmaslik lozim. Mahramsiz haj qilish qat'iy bo'lmaydi. Asan vacib emas. Bormi? Şu an mazhabning şu mahramni shart qilish keskin maydoni bir kuchli dalil jihatdan. Hanbali mazhabning qarashi shu. Hanbali mazhablar bunga o'xshashligi İmam Ahmadning bir rivoyatda at-tafriq bayna ash-shabbati wal ajuz. Belki İmam Ahmad'ın kelgan shu rivoyat, Suratun Nur'dagi wal qawaidu minan nisa dediği, belki shu oyatning ruhi tayangan bo'lishi mumkin. Lekin bu safar masalasi munosabatsiz. Hani mahram degan kim? Wal mahramu kullu man la yahillu lahu nikahuha ala at-ta'bidi li qarabatin aw rida'in aw sihriyatin. Mahramning ta'rifini tutdi. Qaraba degan shu nasab, urug' tuqqanchilik. Rida degan imildoshlik, musahara degan sihriya. Bu qudbachilik. Yani bu şu zavja mahramni shart qo'yishdan maqsad nima? Maqsad şu ayolni qo'llash, hava ilish, muhofaza qilish, rioya qilishdan iborat. Bu ergizmo ba'zilarning qanday ayollarning erkinligini to'sganda yoki ayollarga ishonmaslik degandek gapimiz. Hali bo'zikat muson, avariq muson, ziyonkashlik qilmasin deb ayollarni qo'llashdan iborat. Yani İslam degan so'zning ichida bir xil amallar, salomdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deymiz va ya bo'ysunishdan kelib chiqqan, ya tinchlik amallikdan kelib chiqqan. Endi bu musulmon bo'lib shu islomningki makoni shunami? Islom nuri shu yerdan chiqqan Makkadan. Hatta avval vayti udalinnas Makkadagi Ka'ba shu. Shunda turug'liq Makkada ayollarning xotirjamligi yo'q. Ma hayron qoldilar. Müslüman muammeler Müslüman. Peki ayollardan birisi yalnız taksiga chiqib qolsin kunduzda cho'qim olib qochadi. Mesela bosh vujudlarda ayollar taksiga chiqadi-ku. Taksiga chiqib kunduzda Misrda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, yoki bizning vujudda, kafirlar yerlardami, Yevropada ayollar kunduz taksiga chiqib bora oladi. Lekin Makkada bunday emas. Qat'iy
Şuna çıkıp kalsa bağlaşkın oldu. Hep kaçırmış. Tekstilse hep kaçırdı. Kat'i hatırcamlık yok. Bu İslam için amallık ilip gelmeydi o. Hatta Allah Teala bir kirge adamına aman kılınla ve men dakhalahu kâne amina yani emminu men dakhalahu da buyruğun dursa. Demek İslam'ın ruhi tabi bu adamın sığmagan. Önde bir ahval. Yani şu mahrem bil musahara yoki bir rida yoki bir qarabatidir. Qanchalikdan bo'lsa yaqin tuqqanlar ko'z tutuldi. Ya'ni shu ayolni nikohlab ololmaydigan, to'y qiz bo'lmaydigan yaqin tuqqanlar. Dadisi, o'g'li, tog'isi, jiyani deganda. Rida deb qolsak, emildashlikdan shu urug' tuqqanchilik sababidan kim mahram bo'lsa, emildash sababimi shu mahram bo'ldi. Yahrumun min ar-ridai ma yahrumun min an-nasab. Ama musahara sihriya deb qolsak, bu masalan yo'q. Yoki qaynota o'gay bolasi degandek ashula sihriya munosabati qudvachilik munosabatidan mahram bo'la oladi. Buni tafsili bayon qilsa bir-birlab chiqishi mumkin. Shu suratul Nurda mahram aslini bayon qilib, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw awdab ayg'irdigo." Dadisi, bolasi, jiyani degandek shular iborat. Ya bulanmaydı. Garip şey. Hatta bazı ulamalar dedi, ayollar grupsi 10 ayol olsa ma'lumna İmam Şafii degandek ayollar grupsi ketib qo'ysa, rifqa ma'muna bo'lsa, bu ayol yolg'iz bo'lgandan texman xatarli. Bir ayol hozir 10 oldu. Texman ansiraydi bu. Qaraqchilar, bulanchilar texman tamam qilgan bir ish. Yani haj faaliyetleri, şerki cepa müşakkat, sefer ceryanı karşı hazır mı? Ahvalına ait ağır. Sefer demesi ki bağlı kula iş. Yani şu önüne illet nime dese sefer değil. Yani onun mesela hatırcanlık toluk boğulsun bulmuşsun. Kutlu mesela kasır kıysan, sen cepa atarsan, tatmışsan kasır kılışırık ser. Cepa atarsan, tatmışsan, misafir olsan, ruhmaykin tutarsan, ruhsat diyendek bir mundabit illetke bağlap koyalım. Ama bu rifqa ma'muna, hatırcamlık bulunduğu bulmayı dengep tutam yok bir iş. Çünkü aynı vakitte şu külle, şu ay, şu devirde bazı adamlar için hatırcamlık bulasın, bazı için bulması mümkün. Bu bir kılık, nisbi, tutam yok işin ibaret. Afkı özüne mahram bulanmaydı. Çünkü meyada men la yahillu lahu nikahuha ala ta'bid dedi. Akıkınınki muakkak. Mesela aksi ağayalına, aksi peygamberlik ya, aksi ölüp ketkendikken inisi alalıydı. Çünkü şu mengülük nikahlap alamaydı Allah bu da lazım. Kâle vel abdu vel hurru vel muslimu vel zimmiyyu seva. Ay mahramlarning ichida mush turli kishilar o'xshash. Hammasi mahram bo'la oladi demakchi. Al-abd wal-hur wal-muslim wal-zimmi. Ya şu mahram tuqqanlarning ichida shunda bir qudbachining ichida shunda bir mahram bakin deylar. Shu billah hamravlab bo'lsa bo'ladi. Hammasi barobar. Buning ichidan illa al-majusi إلا المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها محرم درجة يقين تقلا تويلس بولدو دب اعتقاد قلدغان ateşperest yak ziradeş bulab qalsa bu mahram bulanmaydı. Çünkü o qo'dmaydi. Belki bu taqa qanday bo'lishi mumkin? Zenga siqilgan odam bo'lishi mumkin. Bu bir. İkincisi vel fasiqa li'annahu la yahsulu bihi al-maqsud. Fasiq ayna chung günahını qiladigan, farzlarni tark etadigan, ayna kishi bo'lib qolsa, bu mahram bulanmaydi. Nima uchun esa bu kishi bilan maqsad ado bo'lmaydi. Bu ayolni bu fasiq balki setitishi mumkin. Qimoyman deb masalan, yo aqchiman deb setitishi mumkin. Wala budda fihi min al-aqli wal bulughi. Yana mahramning bir sharti mahram aql baligh bo'lishi lozim. Li'ajz as-sabi wal majnuni an al-hifz. Sabimo ve mecnunmu
ayolni qo'g'dayolmaydi. Undan keyin baliq bo'lish lozim degan bir shart bor. Qala wa nafaqatul mahrami alayha. Mahram shart bo'lgandan keyin mahram o'zining yenidan chiqim qilib, "Xo'pti, men bilib berish kerak. Men nafaqat qila olaman." deb bilib berib qolsa, mayli. Yo'q, endi pul yo'qdi. Yoki chiqimda olib ketaman, bormayman deb turib qolsa, shu mahramning butun chiqimini shu ayol qilishi lozim. لأنه محبوس بحقها. Çünkü bu mahram bir kelish muddatida butun vaqti shu ayol uchun atilgan bo'ldi. Yani 15 gün içinde bir kilamdı, bir ay içinde bir kilamdı. Başka hiç çıkılanmaydı bu. Şu ayolunun emrarı kılan bulan gel. وذكر الطحاوي أنه لا يلزمها لأن المحرم شرط. أنه لا يلزمها. İmam Tahavi'nin beyan kılışça el-mahram la yelzemuha. Aş ayalının mahremini tepiş gerek emez. Bu ayal mahremden birini çokum tepiş gerek emez. Ya ki mahremge aşında çıkımını kıptırıp apırış gerek emez. Eğer çıkım kılmasa mahrem çıkmadan bolsa bu mahrem tapamadı. Bu acıpamaz gen manada. Ya ki mahrem fakat bulmuş şu an. Bir ayalının fakat mahrem yokken. Bu ayal çokum bir adımcının tepep tigep an beriş gerek mi? Ya. La yelzemuha degan gap shu. Ya'ni mahram bo'lmasa, mahramning yuzini paydo qilish kerak emas. Masalan, u tuqqanni paydo qilolmaydi, lekin ay tegib qolsa, sahriya tarafdan yoki zavj paydo bo'ldi, uni paydo qilish kerak emas. لأن المحرم شرط. Çünkü bu mahram şart qilingan narsa. وليس عليها تحقيق الشروط. O ayolning şartlarni vujud chiqarish kerak emas. Xuddi masalan, an-nisob shartun liz-zakat desak, nisob erishib qolsa zakat qildi. Lekin bu odam cho'qim zakat berish uchun men nisobga erishishim lozimda, shunda darajada boy bo'lsam bo'ldi deb pul tepishga kirishish vojib emas. Chunki shunda iqtisodga yo'lab qolsa, bu chog'da zakat berish vojib. Demek bu İmam Tahavi'nin sözünün azizinin şeraitul vücub diyeni körsüdü. Yani şu emnut tariq, vücudul mahram, müşhemmisi min şeraitul vücub diyeni körsüdü. Yani bazı ulamaları bazılar şeraitul vücub bazı şeraitul adatı da çıkıl karşı bulup kalgan. Cumhur ulamaları şeraitul vücub da paraydı. Yani bir mazhebinin küçük karışımı şu şeraitul vücub. Yani bu şu nafaqatul mahram degan gap nereden kelgan? Yani aşı ayolning geldiğini vacib degan gap nereden kelgan? Eğer mahram şartul vücud deb qolsak, nafaqatul mahram o vacib bo'lmaydi. Mahram şartul vücud deb qolsak, yani mahram bo'lsa bu vacib bo'ldi. Mahram bo'lmasa vacib bo'lmaydi desak, bu ayolga aş mahramning chiqimi vacib bo'lmaydi. Mahmud'un şu reklamenti şu reklamın birleşi vacip olur. Ya vacip olmaz. O tabarruan, mustahab. Aziz barayda sizin bilib berish makul desa uzun şey. Lekin yakın işim barmayman deb qolsa, mecburlik olmaydi. Çoxum bu ayol masalan, shu mahram bizni qanday qis qilib bir tepish kerak emas. Chiqimini birman deb turib, bunda tepish kerak emas demak. Doğanın nafaqatul mahram alayha degan gap bu şartul ada degan qarash bo'yicha deyilgan. Sahavi shuni shartul vujub shuna u shartni hozirlash kerak emas deb qo'ydi. Endi shu kitobda bayon qilingan shartlardan boshqa yana bir shart bor aslida ayollarga nisbatan. Ayol kishi iddat holatida bo'lmasligi lozim. Agar bo'lmoqchi bo'lsa iddat tutayotgan bo'lması lazım. Yani bu mazhabda eri o'lib ketgan holatda iddat tutgan bo'lsin, vafot iddati yoki uzul kesil ajrab ketgan 3 taloqdan, taloq ba'indan ko'proq bo'lsin, so'g'ra bo'lsin, ba'indan iddat tutayotgan bo'lsin yoki raj'iy taloqdan bo'lsin, 3 turlik iddatning qaysi biridan tutayotgan bo'lsa, hech sabrga otlansa bo'lmaydi. La tukhrijunna min buyutihinna deganing bo'yicha. Davomga mishada iddat tutayotgan holatda bo'lmasi kerak degan bir shart bor bu mazhabda. Buni qanday iddat bo'lsa, sabarsiz bo'lmaydi.
hajga mansub bo'lmaydi deb qaraydi. Maliki mazhabning shunda. Lekin iddat altida birisi bu shariatning yoki shu ulmoning gapidan olmay iddat tutib qo'yal safarga chiqib bascho haj bo'ldi deydi, lekin gunohkor bo'ldi. O'zi Medinadan o'tiran degan buyruqqa bo'ysunmoq bo'ldi. Hanbali va Shafiy mazhabida vafot iddati tutayotgan bo'lsa basi bo'lmaydi. Ya'ni erib ketib 4 oy 10 kun iddat tutayotgan bo'lsa hajga mansub bo'lmaydi. Lekin bayin talaq qilib qolsa basi bo'ldi. Lekin raji talaq qilib qolsa erning ruxsati bilan bordi. Raji talaqdan erning amridagidek ahvol bo'lg'achqa Mo'sha shartmi, ya'ni iddat tutmagan bo'lishi lozim degan shartmi, shartul vujubmi, shartul adami bundan mazhabda ixtilofqa. Shartul vujub degan qarash shu kuchli. Jumhurning qarashlari shunday. Fa illa makullaha mahram la yajibu alayha. Kervanu mahram bo'lmasa, mesela er yo'qkan deydi. Mahramim yo'qkan, yolg'iz tarakkan bo'lar. Yolg'iz. Hech qanday yo'qkan. Qanday qiladi? Hajga bormaydi, vojib emas. La yajib alayha al-hajj. La yajib alayha al-hajj. Lima bayyana, ya'ni bu ayolning shu shartul vujubni qo'lga keltirishi vojib emas. Qala wa tahujju ma'ahu hajjatal islami bighayri izni zawjiha. Ayol kishi eri bo'lib qolsa, mahrimi bilan billa erning ruxsatini olmaylan farz hajga otlanaverdi. Ana bu yerda erning ruxsati kerakmi, kerak emasmi? Mahrimi bor ekan, eri bo'lmaydi. O'chada erning ruxsatini deb uningdan birandi. Hajjatul islam degan al-hajjul fard. Albatta erning ruxsatini o'zgartirdi. Ruxsat qilsa, men akam bilan, dadam bilan chiqib kelolay. Ruxsat qildi, tamam. Ruxsat qilmasa, men yurdim. Lekin qachondan tortib boshlamadı? Necha burun bo'lmaydi. Shu jiddan ajli bo'ladigan chaqda bo'ladi. Biz al-hajj shurun ma'lumot dediq-ku, Shavvoldan tortib hajga mansub bo'ldi. Endi bu yil ruxsat qilmagan ahvolda Shavvolning 1-kunidan tortib otilmasa bo'lmaydi. Shu jiddagi hajlar karvoni qachon mansa, shu chaqda bo'ladi. Burungi zamonda bir jiddin hajlar karvoni shu bir qatim ma'natdi. Haj ma'natganlar falan islam ma'natdi deb ma'natdi. Lekin hozir ham aeroplanlar kunni necha qatim ma'natgan ahvol bor. Har kuni bor, har haftasi bor. Lekin shuni ham desam, qisqaroq tez muddatda bir qilingan ma'lum. لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة. رسنا ما منسن سببه. Çünkü erning haqqı var burada. Allah Teala'nın haqqı var. Farz ibadetlerden mesela roza tutuş ve namaz, hac bu işlerde erning ruxsatini elish kerak emas. Agar nafla ibodat bo'lib qolishdi, o'chaqda ruxsat bilan qiladi. Erning ruxsati kerak emas, qaynonasi, qaynotasining albatta kerak emas. Masalan, qaynonasi to'soldilash bo'ldi-ku. Masalan, ya mamisi bolam deb o'zi xizmat qilsa yoki qilinanda bunda deb turuldilash bor. Ya qaynotasi, er ruxsat qilsa qaynotasi ya bo'lmaydi deg'ashlar. Bunun ruxsati nasi, erning ruxsati hisob bo'ldi, lekin ma farz, manda arkan masalasida erning ruxsati bo'lmasin bo'ldi. Farz hajga, hajnimi farz hajga, ikkinchi qatim, uchinchi qatim borgan nablajga eri to'sab qo'ydi. Bunaqa bo'lmaydi. Bu bir mustahab ish. Yordam, tabarruk. قال ووقته شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. Hajning vaqti mush oy kunlardan iborat. Bundan burun bir vas bo'lmaydi. Erning ruxsatini olmay mang'ayalmi? Ramazondan tatib ketwasa bo'lmaydi. Hozir Ramazonda borgancha haj qilib qaytilgan bir ish bor-ku. Uninggacha arliqdan da u balchaqlardan yerdan xalamay unda tashlab qo'yib, uzun muddat bo'lib ketsa, eri va balchaqlarga ziyon yetadi. Belki o ayılgın ziyaret yetişim mümkün, erişkinliğinden bilmem, asa. Şu an aile kurulması, bu hakkı zavuz gap aile kurulmasını qo'llashdan iborat. Şu an buna en adli hududda işletish lazım.
Yani vaktini ekip koyma şunga bir taraftan çetişlik var. Vakti degendeken hac muş vaqtdan başçaqda to'g'ri bo'lmaydi denge. Yani bu şart sahha. Şart sahhada biz bu. Başçaqda hac qildimda hac qilsa sey bo'landa olmaydi. Başçaqda ömür bo'ldi. Yani hac faoliyatlardan har qanday bir hajga munosib islom faoliyati bo'lib qolsa, mushu oy kunlardan başçaqda hech qanday durusmaydi. Şavvalning birinchi kunidan tortib hajga mansub bo'ldi. Va Zulqa'da shunda va ashru Zulhijja Zulhijjaninki 10 kuni. Albatta shu haj faoliyatining asosiy shu 10 kunni bo'ldi. لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات أنا بمذهبنا قرشدا أشهر ده كأن تغليبا لكن مجازا بديت ريمس شافعي مذهبتا شكاي وذو الحجة 9 gün deydi. Ebu Yusuf'un karşısında Maliki mezhepte Zulhicce'yi bütün. Zulhicce'yi bütün. Yani eşhur yani selase eşhur tuluk deydi. El-haccu eşhurun malumat deganne şunda vaqtul hacci eşhurun malumat deb tafsir qilgan deydi. Va fassaruhu kema zakarna. Yani biz yuqorida bayon qilgandek Shawwal, Zulqa'da va Zulhijjaning 10 kuni deb tafsir qilingan. Sahoba kiramlardan shunda tafsir qilganlar. Sahih Buxoriyda Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu Ashhurul hajj Shawwal va Zulqa'da va ashrun min Zulhijja degan. Va fassaruhu kama zakarna. Biz deganda tafsir qilgan bizning kattalarimiz, salaflarimiz. Ibn Umar shunda tafsir qilgan. Va qala Ibn Abbas radhiyallohu anhu min as-sunnati alla yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Lekin bu talastatisninki farqi bormi yo'qmi? Masalan, Zulhijja bütün ajdan vaqti deb qolsa, tavaful ifodani Zulhijja ketgan qadar kechiktirsa bo'ldi deyish mumkin. Shafiy mazhabda shu al-hajj Arafa degan hadisga asosan ajdan asas faoliyati shu kunlar bo'lib ketadi demakchi. Yani bir mazhabda shu qurbonlik qilish, zabh al-hadiy, nahr al-ibil wal-halq aw at-taqsir shu 10-chi kunni bo'g'ashqa deb. Onun başkana mutamatta yoki qarin 10 kun ro'ztuga 3 ayyamin bil hajj va 7 darajatun ma. Ashna ro'ztugan bo'lsa, birisi masalan bu ro'zni osh hajning vaqtida bekitgan chaqdan burun keyin baş chaqda muqlas bo'lmaydi. Shu bekitilgan vaqt qilishing lozim deydi. Onun boshqasida bir farqli bormi? Lekin endi haj oylari kirishdan burun ehrom bog'lasa qanday bo'ladi? Ba'zi ulamolar bu tegidan bekor nolga tang bo'ladi. Ehrom chiqib hech shunday yurish lozim. Chunki taqoz ajdan vaqti. Masalan, namoz vaqtida kirishdan burun o'qisan bo'ldi. Nolga tang degan. Yani ba'zilar İmam Shafiy masalan shu vaqt kirishdan burun ajga ehrom bog'lamagan bo'lsa, yo ajdan vaqtida kirmadi desa, hatto umriga o'zgartirish lozim. Rasulullohning shuningda hajjatul dadima qurbonlik ekanmagan sahabini umriga o'zgartirishga buyurganda, haj qamlashmasa, uning badali yoki uning yaqin bir badali umriga o'zgartirishadi. Hali mazhabda bunda ilgari ehrom bog'lasang makruh bo'ladi, lekin ehrom hisob mana o'shada dedi. Va yukrahu taqdimul ihrom alayha va yajuz. Yani shu hajdan vaqti deganimiz vaqt degan belgilash degan bo'lgan arab tilida. Bu belgilash hozir zamoniy belgilashdir. Vaqt o'lchimi. Miqat zamoniy va miqat makoniy. Miqat zamoniy shu vaqt o'lchimi. Miqat makoniy ehromni mushu joydan tortib cho'qim bog'lab o'tishing lozim. Unda ilgari bog'lasan yoki shu yerdan bog'lasan, lekin nishar o'tgan joyda ehromni qilib bo'lishing lozim deb ehrom bog'lashga belgilangan o'rin. Eşhurun ma'lumat miqat zamani dedik sunama. Yani bir ayette yes'alunaka anil ahilla kul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ki nishonun bir belgilangan vaqti bor degan mazmun chiqdi. Lekin hammalar ijmo qilgan o'rin agar 9-Zulhijja
Arafat günü gündüzde ta ki Arafat günü ötep her günü bamdat kadar Arafat tutulmasa hac qo'ldan ketdi degan ittifoq. Ba'zilar onun şu keçinin mesela geçiyor ki nimaga deyishi mumkin. Vaqtni uzatib qisqarsa ixtilof bo'lsin, lekin ijmoga o'rin shu 9-kundan tortib 2 kun bamdatga shu oraliqda faqat Arafat turib qolsa hac bo'ldi, qo'ldan ketdi. Kelar yili qilib olala deydi. Uni ittifoq. Degan mesela al-hajj ashhurun ma'lumotda 2,5 ayda yoki 3 ayda deb baksa, onun kaç çağda şu Arafat turlarla şu işini kıyısı buldu diye yapamaz. Arafat turiş, Arafat günü. Acı onun 5 saat vaktiyle çetik kalırlar. Bu hacın bir rüknü. El-Hacc Arafa. Mühim rüknün birisi. Tavaf-ı ifadını belki anca keçiktirip gerek kılvası mı buldu denirken şu Arafat günü çetişler. قال ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز أن هنفي مذهبته ميقات الزمان برون إحرام بغلواسا مكروه فلان جائز oldu. أما الكراهية مكروه لق دينه ماذا؟ مش كراهة تحريم. هنفي مذهبته مكروه لق دسا تحريمه كوسته. مثال نمشي مكروه. Bu İmam Malik'nin, İmam Ahmed'nin nazarında şunda. فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة. Çünkü hac vakti kirişten burun bağlıvarsa ihramda uzun müddet duruş lazım. Yani 2 ay, 3 ay başında ihramda duruş lazım. Bu çağda ihramda durup nurgun şeklinde başka bu şeklinde başlayan cüzünü tutsalar baka hacni buzu tutsalıdı ya ki kaparat yapılıdı şu mekruh değil. Aslında mekruhluk bulamamaz Hanefi mezhebi. Bu uzun müddet ihram durup kim bulanmayı çatak sıkıdı şu mekruh diyenler bir bana gözetti. Lekin ameliyatda mekruhluk Allah Teala belgilgen vaktin burun kılıp alganlık için bekitilgen vakit raya kılmaganlık için mekruh deymiz. İmam Muhammed'in şunda mümkün. Mağlan qo'shimcha bir makruhlikning sababi desak, uzun muddat sen chidab bo'lolmay ihramga qilib ishni qilsa. Wa amma al-jawaz fa li'annahu nima uchun jaiz desa, fa li'annahu shartun lid-dukhul fi af'al al-hajj indana. Yani mazhabning nazarda ihram bag'lash haj faoliyatlarini boshlash uchun bir shart. Lekin Şafii mazhabda boshqa qarashlarda, boshqa ulamoni qarashlarda bu hajning bir rukni. Hajningki asos ruknining birisi. Lekin biz bu rukning bir parchasi emas, va sirtki bir shartidek narsa deb bunday qaraymiz. Va taqaddum ash-shart 'ala al-vaqt yajuzu. Shartningki vaqtdan burun bo'lishi joiz. Kama fi takbiratul ihram. Masalan takbiratul ihramda mesela vudu deylik. Vudu şart desek, azan to'lashdan burun tartib olsak bo'ldi-ku. Shunga o'xshash ish. Yani takbiratul ihramga o'xshash edi. Namozga quloq qiqish. Namoz quloq qiqishning o'zi namozning bir parchasi yoki namozning sirtidagi boshqa bir ishmi? Mesela Allohu akbar degandiga, endi rasmiy namozdan endi chiydi demdik. Yoki Alloh deyishgalam shu namoz kirib ketgan bo'lamdi deganda, endi mazhabda shunda ixtilof bor. Mesela vudu'ni qilsak, taqim o'chiqqanmi bu? Taharatga qilsak. Lekin ma takbiratul ihrom dedi, ma'qul. Takbiratul ihrom misol desak, illa annahu la yajuzu taqdimuha ala af'al as-salah liittisal al-qiyam biha. Asl bu namozning asos faoliyatlarining sirt bir dalizdek bir kirish, kirizdek bir narsada vudu'ga o'xshab ayrim bo'lsa, araliqda chetishlik yo'q-da buni. Vaqtidan ilgari qilib olsa bo'ldi. Lekin bu takbiratul ihrom aqidillan namozni boshlaydigan bir shart o'g'ashda. Yani takbiratul ihromdan keyin boshlanib ketadi namoz deymiz. Shunga bu tutishib keladi. Bo'lmasa bu burroq deyilsin bo'ldi deydi. Yani takbiratul tahrim namozning bir parchasi emas, Hanefi mazhabining qarashida, Shayxonning nazarida, yoki Hanefi mazhabining qarashida namozning ishiki bir faoliyat emas. Lekin bu namozning sirtida bo'ladigan bir shart. Ammo bu shartga namoz shu aqidimda ulish bilan tutish qildi.
İmam Şafii'nin nazarında tekbirat tahrim namazın bir kısmı. İmam Muhammed'in nazarında şunda. Yani bir nazarında ve zekara isme rabbihi fasalla ve zekara isme rabbihi fasalla. Zekara isme rabbihi Allahu Ekber deyiş. Tekbirat tahrim. Anda fasalla undan keyin kıldıran iş andan şu namaz. Bu kitab salatda tutukmu? Hadiste ve tahrimuha tekbir. Tahrimat tekbir yani Allahu Ekber deb qo'ysa anda rasmi namoz shu chaqchigan bo'lsa degan namoz endi boshlandi degandek ekan. Ashunga qiyos qildim. Tekbirat tahrimga qiyos qildim. Lekin ikkisi o'rtasida farqi namoz tekbirat tahrim aq bilan keladi va af'alul hajj tata'akhkharu anil ihram. Haj faoliyati ihramdan xilo kechib ketadi. ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج. مثلا إحرام بغلده إحرام بغلغان منكن هيجن وقت كبوش برون إحرام بغلغان بوسا هيجن وقت كبوش هيجنن فعالiyetlerden hiç yapılmaydı. إحرام بغلاشan bu aşında sırtki bir şartıdaki bolsa burun koydu. Lekin haj faoliyatlarini boshlashda cho'qim shu ashhurul haj kirish lozim. Masalan, tavaful qudumni qilib qo'ydi, yoki tavaful ifodani qilib qo'ydi, yoki shaytonni tashib qo'ydi masalan. Unda ishni qilmaydi. Walau fa'alahu la yujzi'uhu liwuqu'ihi qabla waqtihi. Uni qismi vaqtidan burun qilganlik uchun ado bo'lmaydi. Qilmagandeklar. Hatta law ahrama fi ramadana şuna hatta gelmedi şuna şunda bu başka birisi Ramazan işide ecgi ihram bağlısa fatafa ve sa'a la yujzi'uhu an at-tawaf al-fard tavaf kılıp sa'i qildi. Mush qilgan tavafı Ramazanda qilgan tavafı ecgi uchun qildi buni. Yoki shuchal bir tavaf qilgan bo'lsa bu farz tavafga hisob bo'lmaydi. Chunki bu haj vaqtidan burun bo'lgan. Tavaful fard, tavaful ifodaninki 4 qism bor. Tavaful ifoda, tavaful ziyara, tavaful sadar, tavaful fard va tavaful rukn. Tavaful ifoda aynan asas ruknning birisi. Ramazanda qilgan tavaf uni hisob bo'lmaydi. Bexilaf tavaful qudum. Ama tavaful qudum buni o'xshamaydi. Tavaful qudumni bir necha ism bor. Tavaful vurud, tavaful varid, tavaful liqa, tavaful tahiyya. Dastlabda shu Ka'ba bag'anchoqdan qilgan tavaf. Buni hukmi jumhurning nazarida, mazhabda va jumhurning nazarida sunnat, vojib emas. Lekin tavaful ifoda bu hajning bir rukni, farz. Hem tavaful qudum buni o'xshamaydi. Endi u laysa min af'al haj. Bu hajning faoliyatidan emas bu. Bu masjidsak tahiyyatul masjid o'qandak bir ish. Hatta la yajibu ala ahli Makka. Haj faoliyati bo'lmag'achqa bu ahli Makkaga tavaful qudum vojib bo'lmaydi. Tavaful ifoda Makkalikligimi farz. Çünkü tavaful ifoda oyatda aniq narsalar isbotlanib ketgan. Wal yatawwafu bil baytil atiq. Thumma yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawwafu bil baytil atiq. Tashriyat ya çeşin qisqat tushungan ekan tavaf qilish lozim. So'nitfa rukni farzligida buni ijmo var. Lekin tavaful qudumninki hükmüde ixtilof bor. Cumhur ulamolar sunnat edi, vojib emas. Çünkü onu qilmay qolsa qon kelmaydi deydi. Mishayish bo'lsinmi? Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.